Assalomu alaykum oshxona mebel ishqibozlari. Biz Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga oshxona mebelimizni olib kelib o'rnatdik, ustanovka qilib bo'ldik. Kafelar o'zlaridan bo'ldi. Mo'ykamiz bu chekkasidan qozon-o'chog'imiz bu chekkasigacha 256 sm joyga ustanovka qilib berdik. Balandligi 240 sm. Hop, bu joyda baland joyimizda aristonda o'rnatganmiz. 80 tali aristonlarda o'rnatib qo'yilgan. Endi bu joyda jicha shilanglar ko'pligi uchun bu kichkinaginacha tumba qilganimizning sababi odam mo'ykani oldida ish qilayotganda bosh moshini urib olmasligi uchun sal ko'tarib berdik, bosh tegmaydigan qilib. Bu joyga ham bemalol ishlasa bo'laveradigan qilib qo'ydik. Bu yerda diod chiroqlarni ham chiqib qo'ysa bo'laveradi mana. Diod chiroqlarigacha qo'yilgan. Hop, gaz plitalarini teshib o'rnatib berdik. Ulangan, tayyor, xudo xolasa hamma yo'g'i. Vitichkalarimizni endi tepadan provadalarni tushirib qo'ydik. Ulab qo'yilsa bo'ldi endi. Xo'p, bu oshxona mebelimizni qulayligiga keladigan bo'lsak, gazimizni ikki chekkasiga 70 sm dan ishchi doska tashab ketganmiz. Mo'ykadan 70, 70 dan keyin 60, gaz, keyin yana 70 joy tashab ketdik. Bemalol to'rg'ashtirib ishlasa bo'laveradi. Magnetlari qo'yilgan, diod chiroqlari qo'yib o'rnatdik. Tuz quruqchoq qo'yadigan nimalarigacha qo'ydik. Simisitillarni ham qatirib berdik, xudo xolasa ishlaydi. Faqat mo'ykamiz qatib olsa bo'ldi. Taylarni ham teshib, ochib, o'rnatib berdik. Hamma yo'g'i joy-joyida qilib bemalol xizmat qilaveradi. Oshxona vakuum o'zi sekin tortib yopaveradi. Ruchkalari turba. Xo'p. Mana shu ishlarimiz, xudo xolasa. Pasijicha pastlik qildi, chunki qozon o'choqqa bir xilda bo'lsin degani uchun qozon o'choq bilan bir xil qilib tekis qilib tayyorlab qo'ydik. Balandligi 240 sm bo'ldi. Hop, tepaga ochiladigan tumbalar qilib berganmiz, bemalol ishlataveradi. Bu tomonida tortmasiga shushutchalarni qo'yib berganmiz plasmasda. Ular ham vakuum. Hop, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon nomerlarimiz 93-569-8741 nomerlariga telefon qilaverasizlar. Oshxona mebelimizni oldi fasadi akril, ichi laminat bo'ladi, rossiyskiy laminat ishlatilgan. Hop, akrillarimiz ham yaxshisidan qo'yilgan, chekkalari, lentalari ham yaxshisidan. Hamma so'rayotgan narsa mana shu vakuumida oshiq o'zi sekin yopib oladigan. Ruchkasi ham yaxshisidan qo'yilgan. Xudo xolasa behijolat. Eng ko'p ishlaydigan narsalari mana shu doskasi bo'ladi, rossiyskiy, chorniy serebro deydi nomini. Prinslarigacha qadab ketdik, germetikalab. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkamiz bepul. Oshxona mebelni Andijon viloyati Jalaquduq tumaniga olib kelib, ustanovka qilib o'rnatib berdik. Xudo xolasa buyurib nasib qilsin hammaga. Bittadan like, podpiska bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Hammaga rahmat.